Mana do'stlar, novoslarimiz hammamizga shunday novoslar baxsh nasib etsin. Maşallah. Bağdat tumani Do'rmancha chorva bozoridamiz do'stlar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, chorva ishqibozlar, akalar, ukalar, hurmatli obunachilarim. Bugungi video syomkamiz Farg'ona viloyati Bağdat tumani Do'rmancha qishlog'idan bo'ladi. Hafta kuniga seshanba 2026-yil 28-aprel do'stlar. Hammalaring tayyor bo'lsalaring biz video syomkamizni boshlaymiz. Video syomkamizda kamchiliklar, xatolar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sizlardan har doim so'rab qoladigan narsamiz videodan like, kanalga obuna bo'lib do'stlarga ulashlaringiz mumkin do'stlar. Do'stlar biz video syomkamizni boshlaymiz unda do'stlar. Nech pul deyapsiz tog'a buni? 30 deyapsiz. Bolasi novosimi? Xonajin. Bolasi xonajin ekan, limuzindan mana, limuzin urug'dan ekan. Suti nechta tog'a? 10 ta. Suti 10 ta deyshap. Birinchi tug'ishmi? 4-chi tug'ish ekan. Bağdat bozori Do'rmanchadamiz do'stlar. Limuzinga qo'yilgan deyapti. Bu nech pul ekan tog'a? 35 million. Bolasi novosimi? Bolasi novos, birinchi tug'ishi. Birinchi tug'ishi ekan. Suti nechta tog'a suti? 10 ta. Suti 10 ta deyapti mana. Soat varasmi telefon raqam berasizmi? 93lik 649 44 88 ga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Bolasi mana toza oldi tanasi. Mana do'stlar 30 million qilishyapti. Bolasi novosmi tog'a? Bolasi novos ekan mana. Suti nechta suti? Suti qo'lida ekan. Mayli, sog'ib olaveradi, ha, sog'ib. Birinchi tug'ishi ekan mana. Yillari ham kattagina ekan. Mana keyingi sirimiz nech pul ekan aka bu? 45 million deyapsiz. Bolasi novosmi? Bolasi novos ekan mana. Necha litr suti bor ekan? 8 litr. 8 litr suti bor ekan. Mana yuvosh bu. Ha, yuvosh. Yuvoshyapti. Sotilib ketar ekan. Bo'lajasi ham o'ta chiroyli ekan. Mana keyingi molimiz nech pul ekan tog'a bu? 5 litr. Bu 25 million kam bor ekan. Bolasi xonajin. Birinchi tug'ishmi tog'a bu? Ikkinchi tug'ishi ekan. Yillari bor mana. Nechta suti bor ekan aka? 5 litr suti bor. Nech pul ekan aka bu? Nech pul deyapsiz? 30 million deyapsiz. Birinchi tug'ishimi bu? Birinchi tug'ish ekan. Birinchi tug'ish 3 kunlik bo'ldi. Bolasi xonajin ekan, ha? Bolasi xonajin. Necha litr sut beryapti aka? 3 kun bo'ldi aka endi. Sutimiz nechta bo'lyapti? Sog'lig'i yo'qmi? O'zlaring sog'ib bilib olasizlar mana. Yuvosh ekan mana. Yuvoshligi yuvosh o'ta, tanalari toza. Bo'l, telefon raqamingizni aytaverasiz. 99lik 534 0888 ga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Kelishtirib yo'lida qilib berishadi. Nech pul deyapsiz aka buni? 45 million deyapsiz. 25. Ha, 25 ekan do'stlar. Adashibmiz. Birinchi tug'ishmi ekan? Birinchi tug'ishi. Necha litr suti bor ekan? 5-6 litr. 5-6 litr suti bor deyapti mana do'stlar. Do'rmancha chorva bozoridamiz. Mana keyingi molimiz do'stlar. Nech pul deyapsiz aka buni? 30 million deyapsiz. Bolasi novosmi, xonajinmi? Novoscha, bolasi novos bilan.
Nechinchi tug'ish ekan bu? 4-chi. 4-chi tug'ish ekan. Suti nechta bo'lyapti aka? Suti 4ta 5ta bor ekan mana. Yuvosh o'ta. Onlarimiz arqa tomondan. 516 90liga. 90lik 516 60 74 ga aloqaga chiqib ko'rasizlar do'stlar. Ikkinchi nomerimizni beraman. Bittasiga yengil sotyapmiz. Nech bo'lyapti tog'a buni? 25. 25 million deyapti mana. Qo'lasi xonajin. Nech pul deyishgan? Ha, ikkinchisi. Do'stim, 3-4 oylik bo'g'oz molimiz. Nech bo'lyapti aka? 16 million. 16 million deyishyapti. 3-4 oylik bo'g'oz. Sanalari o'ta toza molimizdir. Bu birinchi tug'ish yarim nimagan? Ikkinchisi. Ikkinchi kurak. Ikki kurak ekanda. Tishi ikki kurak bo'pti. Ikkinchi tug'ishi mana xudo xolasa. To'rt oylik bo'g'oz molimiz mana. Nech bo'lyapti aka buni? Buni 23 million deyapti, 21 million qilyapti. Ha, 23 million deyishyapti ekan, 21 millionga berishmayapti do'stlar. Bu nechinchi tug'ishi, birinchimi, ikkinchi? Birinchi. Ha, birinchi bolasi ekan do'stlar. 23 kam bor. 22 mi? 6 oylik bo'g'oz molimiz. Buzolchali tishi buzul. Tishi yo'qmi? Hali tish buzmayapti mana. Texlari ham o'ta yaxshi. Nech pul qilishdi endimi aka? 28,5 million. 28,5 qilishibdi, berishmayapti do'stlar. To'qson 95lik 034 034 31 31 99. 99 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Faqat realni oladiganlar telefon qilinglar. Akamizni vaqti kamroq. Necha oylik bo'g'oz ekan aka? 8 oylik bo'g'oz molimiz. Birinchi tug'ishmi ekan bu? Birinchi tug'ishi ekan mana. Nech bo'lyapti akam? Nech bo'lyapti? Buni 23 deyapti. 23 million deyishyapti. Bozor qancha qildi aka? 19 qilishni berishmayapti mana. Molimiz 34 million 200 ming qilishyapti ekan. Ozgina qo'shsa berishib yuborar ekan mana. Necha oylik bo'g'oz aka bu? 7 oydan o'tdi. 7 oydan o'tibdimi? 7 oydan o'tibdi mana. Yigirma 23 million deyishyapti mana. 22 mi, 21 million qilishyapti, bermayapti. Qisir molimiz. Keyingi qisir molimiz 22 million qilishibdi. Nech bo'lyapti o'zingiz? 28 deyishyapti ekanmi. Lekin tanalari o'ta, go'shtlari yaxshi. Qisir molimiz. Nech bo'lyapti aka buni? Buni 25 kamda. 25 million kami bor. Qisir molimiz. Semizliklari o'ta udarma. Mana molimiz ahvoli. Aka yuring degan. Mana keyingi molimiz, qisir molimiz o'ta semirib tomon lekin, mashalloh. Nech bo'lyapti aka buni? 21 ga 100 ming kam. 21 millionga 300 ming kam deyishyapti. Berishmayapti ekan. Siz nech bo'lyapti o'zingiz ikkovini? 30 ga qo'yib yuboraman. 34 bo'lsa ikkovini berishib yuborar ekan mana do'stlar. Mollarimiz rosa yetilgan ama. Keyingi semental molimiz
Nech bo'lyapti aka buni? Nech pul qilishyapti? Yengillar uka. Qiyishmay beraman. 26 million qilishyapti, berishmayapti. Hoca kendiga. Qo'ysin. Mana hoca kendiga. 24 million. Mana standart hammasi xonajimi bular? Novoscha. Nech puldan bular? Ikkalasini 24,5 qilyapti. Ikkalasi 24,5 million qilishyapti ekan do'stlar. Bo'ylari ham 1 metr bor-a? 95 plus 1 metr olaveradi. 95 plus, bu yog'i 1 metr plus. Yo'q, novoschamiz. Telefon raqam berasizmi? 91lik 055 12 32 ga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Dastavkamiz bor, kelajak holatda. Bo'ldi, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor ekan do'stlar. Juda ko'p chiqdi bugun bozorga. Malade, assalomu alaykum. Mana bularga olib qo'ying mana. Bo'ldi mana. Maşallah mana. Onasıncalarımız bugün bozorga o'ta to'lib ketdilar ekan. Hammasi. Nech pul ekan ya? Nech pul bular? 10 dan standart hammasi. Har xil. 10, 11, bular 11 million. Bular 11 million, bular 10 milliondan. Bugün mana shunaqa ko'chatchilar juda to'lib ketdi hozir bozorga. Savdoyimiz ketyapti ekan. Nech pul baho aytyapsiz ekan? Yo'q, bir aql o'zi bilmasa 7 ga baho bo'lyapti. yo'limda bo'lsa tasha boradi, yaxshi. Onasimi? Yakka o'zi. Bor. Bo'ylari 1 metr plus minus. 18 million kami bor. 10-chamiz. Tanalari o'ta toza. Hamma yog'iga. Yebishsa o'ta udar deyishyapti mana. Bo'ylari ham biri 10 dan mana, biri 20 bor, bu bo'yi ham. Biri 10 plusda, biri 15. 15 yanga bermagan bo'lsa Tanalari ham toza. Nech bo'lyapti aka simental? 30 31 qilishyapti, berishmayapti ekan. Siz nech pul baho aytyapsiz? 35 deyapsiz, ha? Mana molimiz. Nech pul deyapsiz aka uni? Simentdan. Nech pul deyapsiz? 50 million kam bor. Nech pul qilishdi bozor? 42 millionga berishmoqda mana do'stlar. Bozor Chorva bozoridamiz. Telefon raqamini berasiz? Nechi? 90lik 90lik 507 507 66 20. 66 20 ga aloqaga chiqarsizlar. Toza simental. Toza simental. 100 ga 100. Tekshirib olaveradi. 74 million qilyapti ekon, 37. 37 dan qilishyapti, bermayapsiz. Siz nech pul baho aytyapsiz o'zingiz? O'zimiz 78 deyapmiz. Aha. 100 ga 100 mana simentallarimiz toza o'ta. Telefon raqam aytasizmi aka yo sotib olamizmi? Berib qo'ying. 91lik 91lik 152 152 0408. 0408 ga aloqaga chiqarsizlar aka. 75. Necha kilo? 775 kilo chiqdi mana. 68 mingdan berdi. 68 mingdan. 700 kilo chiqdi, 700 kilo. Kiloga 68 mingdan berdi mana. Yana bola nech pul bo'ldi yana bola? Yana bola 17,5 bo'ldi. 17,5 barakasini beraversin. 17,5 million. Nech pul bo'ldi aka? 17. Ha, 10 million 700 mingga baho bo'pti mana. 10-chamiz. Qancha bo'pti aka? 10 million 700 ming. Pul bo'ldi aka? Qancha? 16.
16 millionga baho bo'pti mana xonajinchamiz. Barakasini beraversin. Nech pul bo'ldi aka? Qancha bo'ldi? 9,5 million. 9,5 millionga baho bo'pti mana do'stlar. Xonajinchamiz. Nech pul bo'ldi ikkovi tog'a? 23 million. Barakasini beraversin. 23 millionga baho bo'ldi mana. Ikkovi ham xonajin bular. Ikkovi ham xonajin. Haydavering. O, yoqda, tepada. Do'stlar, video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi, qadrdon do'stlar. Hammalaringga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'lasizlar do'stlar. Bugungi video syomkamiz shu joyda tugadi.